Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xudo xolasa navbatdagi ishimiz navigatsiyamiz bitdi. Ozgina ish qoldi. Shu plankalarni vodostoplarni mahkamlasak tamom. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Описаниеda telefon nomerini qoldiraman. Profilga keladigan bo'lsak, profil ikkilik qalinlikdagi profildan ishlangan. Ko'rishingiz mumkin. Hozir finish ahvoli bo'yna. Xohlagan naqsh bilan xohlagan stilda chiqarib beramiz, xudo xolasa. Ana bu naqshlarni ko'rishingiz mumkin. Bu naqshlar xohlagan stilda chiqadi. Rasmlari bor, shularga qarab ichini naqshini lazerda kesib beradi. Qolaversa bu yerda inamidek kichkina naqshlar ham bor. Bular ham xohlagan formatda chiqarib beradi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ma'lumot uchun ham telefon nomeri qoldiraman описаниеda. Bemalol telefon urib, ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, rasxoti, taksi son bo'ladi, materialini sonda chiqishi mumkin kvadratına qarab. Xohlasangiz materiali üzerimizden, xohlasangiz materiali sizlardan taksini gaplashib olaveramiz.